G'azo va Ukraina urushi, qurol zanjiri va frontdagi keskin bayonotlar. G'azoga qarshi urush davomida Isroilga 51 davlat va o'zini boshqaradigan hududlardan harbiy tovarlar yetkazib berilgani haqida Al Jazeera xabar berdi. Harbiy eksport xalqaro sudining G'azoda genotsid sodir etilishi ehtimoli borligi haqidagi ogohlantirishdan keyin ham davom etgan. Jurnalistlar Isroil sobiq boshqarmasining 2022 va 2025 yillar oralig'idagi import ma'lumotlarini tahlil qilib, Yevropa, Osiyo, Shimoliy va Janubiy Amerika mamlakatlari bilan bog'liq harbiy ta'minot zanjirlarini kuzatgan. Nomi keltirilgan barcha davlatlar genotsid to'g'risidagi konvensiyani imzolagan tomonlar hisoblanadi. Ba'zi hollarda harbiy mahsulotlar Isroilga rasman qurol embargosi joriy etgan yoki qurol yetkazib berishni qisman to'xtatgan davlatlardan kelgan. Xalqaro sud qaroridan keyin qurol-yarog' importi oshgan bo'lib, eng katta ulush o'q-dorilar hissasiga to'g'ri kelgan. Isroilga harbiy tovar yetkazib bergan 5 ta eng yirik mamlakat AQSh, Hindiston, Ruminiya, Tayvan va Chexiya hisoblanadi. Ularning barchasi urush paytida yuk tashish hajmini ko'paytirgan. Ushbu surishtiruvda kiritilgan ko'plab davlatlar Isroilga qurol eksporti bo'yicha statistik ma'lumotlarni ulashmaydi, ammo ITA ma'lumotlariga ko'ra 2023-yil oktyabridan 2025-yil oktyabrigacha Isroilga 2603 ta harbiy tovarlar partiyasi kirib kelgan. Bunga o'q-dorilar, portlovchi moddalar, qurol va zirhli transport vositalari qismlari va belgilangan import mahsulotlari kiradi. Ushbu davrdagi jami import 3,22 milliard shekelga baholangan. Savdo qiymatining 91% xalqaro sud qaroridan keyingi davrga to'g'ri kelgan. 20 oyda Isroilga harbiy mahsulotlar import hajmi 1,41 milliard shekelni tashkil etgan. Isroil G'azodagi harbiy hujumini davom ettirish uchun xorijiy qurol-yarog' ta'minotiga qaramligini oshirgan, deyiladi Al Jazeera surishtiruvida. 2025-yil oktyabrda o't ochishni to'xtatish tartibi kuchga kirganidan keyin ham qurol oqimi to'xtamagan. 2025-yilning so'nggi 2 oyida Isroil qo'shimcha 324,9 million shekel miqdorida harbiy mahsulotlar importini amalga oshirgan. Huquqshunos olimlarning ta'kidlashicha, xalqaro sud qaroridan keyin ham Isroilni qurollashtirishda davom etgan hukumatlar genotsidga sherik bo'lishi mumkin. London iqtisodiyot maktabining xalqaro huquq professori Steven Humphries Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida hatto sud qaroridan oldin ham Isroilga qurol yetkazib berayotgan davlatlar xalqaro jinoyatlar, jumladan urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlarga sherik bo'lishi mumkinligi haqida yetarli dalillar mavjudligini aytgan. Isroilga harbiy tovar yetkazib berganlar qatorida Xitoy, Shveysariya, Turkiya, Singapur, Fransiya, Germaniya va Ozarbayjon bor. Yelga qo'shilish vaqti keldi. Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqi rahbarlariga yo'llagan maktubida mamlakatning ittifoqqa qo'shilish jarayonini boshlash vaqti kelganini bildirdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Zelenskiyning fikricha, Ukrainaga faqat assotsialashgan a'zolik berish taklifi adolatsiz hisoblanadi. Bunday maqom Ukrainaga ovoz berish huquqini bermaydi va Kiyev o'z manfaatlarini ilgari surish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Ukraina Yevropa ittifoqiga qo'shilish harakatlarini o'tgan oy Vengriya sobiq bosh vaziri Viktor Orban parlament saylovida mag'lub bo'lganidan keyin kuchaytirdi. Rossiya bilan yaqin munosabatlarni saqlab kelgan Orban hukumati davrida Budapesht bir necha bor veto huquqidan foydalanib, Ukrainaning Yevro ittifoqiga a'zo bo'lish harakatlarini to'sgan va Kiyevga yordam paketlarini kechiktirgan. Shuningdek, Zelenskiy bugun 23-may kuni Ukraina armiyasi Rossiyaning Perm viloyatida joylashgan Metafrax Chemical yirik kimyo korxonasiga zarba berganini ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu korxona mahsulotlari Rossiyaning harbiy sanoatiga xizmat qiluvchi o'nlab korxonalarga, jumladan aviatsiya uskunalari, dronlar, raketa dvigatellari va portlovchi moddalar ishlab chiqaruvchilarga yetkazib berilar edi. Zelenskiy X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida Ukraina yil boshidan buyon qariyb 600 kvadrat kilometr hududni qaytarib olganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu muvaffaqiyatlar Moskvani urushni tugatish bo'yicha muzokaralarga yaqinlashtirmoqda. Ukraina rahbari yil boshidan beri taxminan 86 ming nafar rossiyalik harbiy halok bo'lganini, kamida 59 ming kishi og'ir yaralanganini va yana 800 kishi asirga olinganini aytgan. Avvalroq Germaniya Federativ Respublikasi kansleri Friedrich Merz Ukrainaga Yevropa ittifoqining assotsialashgan a'zosi maqomini berishni taklif qilgan edi.